Ramazon tarbiya oyi. Ramazon oyi o'zaro bir-biriga bo'lgan munosabatlarni, bir-birlarimizga bo'lgan aloqalarni, muhabbatini kuchaytiradigan oy. Chunki Ramazon oyida arazlashib yurganlar bir-birini uzr ma'zur qiladigan oy. Ushbu oy kirishidan oldin o'zi biz kim bilan gaplashmasdan yurgan bo'lsak, arazlashib, ginalashib yurgan bo'lsak, Ramazon oyidan oldin ular bilan uzr ma'zur qilib olishligimiz kerak edi. Agar mabodo Ramazon kirguncha ham shu ishni qilmadik, hozir ham kim bilandir qalbimizda g'ashlik bor, arazlashib gaplashmasdan yuribmiz, qarindoshimiz, qo'shnimiz, yaqinimiz. Azizlar, hozir bo'lsa ham tezlik bilan ular bilan uzr ma'zur qilib yarashish kerak. Chunki arazlashib yurgan qarindosh urug'idan aloqasini uzib qo'ygan odamning duosi qabul bo'lmaydi. Shuncha harakat qilyapmiz roza kunlarida, qotiyur rahim bo'lib qolish kerak emas. Va bu Ramazon bir-birimizga bo'lgan munosabatni kuchaytiradi dedik. Xususan bizning jamiyatimiz, bizning yurtlarimiz azizlar mahalladan, qo'shnichilikdan iborat. Hammamizning mahallamizda qo'ni-qo'shnilar bor. Ular bilan go'zal aloqa qilishlikni mana shu Ramazon oyida o'rganamiz. Chunki ularga nisbatan mehrimiz oshadi. Roza tutganlar ochligini his qilib, qaysidir bir kambag'al qo'shnisini doim shunaqa yurishini o'ylab unga mehri oshadi. Qo'shni bu o'sha bitta mahallada yashayotgan, bitta yurtda yashayotgan har bir inson. U kim bo'lishidan qat'iy nazar azizlar. Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilar-ki, al-jiranu thalatha deydilar. Qo'shnilar deydilar 3 xil bo'ladi. Jarun lahu haqqun wahidun. Qo'shni bo'ladi, unda sizda bitta haqqi bor. Qo'shni bo'ladi deydi, uni sizda 2 ta haqqi bor. Qo'shni bo'ladi deydi, sizda 3 ta haqqi bor. Kim ular? Bitta darajadagi haqqi bor odam bu sizni qo'shningiz-u, lekin u musulmon bo'lmagan. 2 ta haqqi bori bu qo'shni ham musulmon, ham qo'shni. 3 ta haqqi bor qo'shni bu qarindosh qo'shni. Bu degani biridan birini afzalligini nuqtai nazardan, ya'ni demak bunga ozroq, bunga ko'proq degani emas o'zi aslida. Agar qo'shnimiz g'ayri din bo'lsa, musulmon bo'lmasa ham uni bizda bitta qo'shnilik haqqi doim bor. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ovqat pishirganlarida bir necha marotaba so'rab o'rgan ekan xizmatkordan, qo'shnisi g'ayri din bo'lgan, musulmon bo'lmagan, qo'shnimizga ovqat chiqardingmi degan, ha chiqardik degan, yana qayta so'ragan, har deb so'ravergandan hayron bo'lishib, ko'p so'rab o'rdingiz deganlarida men payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan shu haqida ma'viza eshitganman. U zot o'sha qo'shnilarning haqqi haqida ko'p gapirganlar degan ma'noda Hazrat Umar aytganlar. Shuning uchun qo'shni kim bo'lishdan qat'iy nazar unga yaxshilik qilishligi kerak. Agar u musulmon bo'lmagan taqdirda ham unga yaxshilik qilamiz, uni holidan xabar olamiz. Ikkinchisi bu o'sha qo'shni agar musulmon bo'lsa, uni 2 ta haqqi bor. Ham qo'shnilik haqqi bor. Qo'shnining nima haqqi bo'lsa shu. Qo'shnini haqlari eng asosiy haqqi misolan aytadilar-ki, siz qorningiz to'q bo'lib, qo'shningiz och bo'lib uxlashi mumkin emas ekan azizlar. Uni holdan xabar olsin degan. Musulmon bo'lsa, uni musulmonlik bizdagi birodarlik haqqi ham bor. Ana bundan keyin agar qarindosh bo'lsa, uni ham qo'shnilik, ham qarindoshlik, ham musulmonlik haqlari bor. Uchala haqqini ham ado qilishlikda biz harakat qilishligimiz kerak. Qo'shnilar bilan go'zal muomala qilishlikka. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilar, Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan bir hadisda Rasulimiz alayhisalom shunday degan ekanlar, qasam ichib aytgan ekanlar. Vallohi la yu'minu, vallohi la yu'minu, vallohi la yu'minu degan ekanlar. Qarang, Allohga qasam ichib aytamanki, u mu'min emas. Allohga qasam ichib aytamanki, u komil mu'min bo'lmaydi. Allohga qasam ichib aytamanki, u mukammal komil mu'min bo'lmaydi deb aytganlar. Eshitganlar hayron bo'lib aytganki, "Man ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, kim u ya Rasululloh, kim aytyapsiz?" degan. Kim u iymoni mukammal bo'lmaydigan, iymoni komil bo'lmaydigan deganlarda aytdilarki, u shunday kishiki, qo'shnisi uning ozor va yomonliklardan omonda bo'lmaydigan odam dedi.
Qarang, agar qo'shningiz sizni yomonligingizdan, sizni ozoringizdan omonda bo'lmas ekan, sizning iymoningiz mukammal emas deyaptilar. Payg'ambarimiz alayhissalom buni qasam ichib aytayaptilar. Bu Imom Muslimda keldi bu hadis. Shuning uchun qo'shnilar bilan birga yashaydigan odamlar bilan birga ishlaydigan bitta jamiyatda yashayotganlar bir-biri bilan go'zal muomala qilishligi lozim bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga kelib yana savol berib qolishdiki: Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, inna fulanatan taqumul layl va tasumun nahar va taf'alu va tasaddaqu. Bir ayol bor qo'shnimiz dedilar. U kechalarini qoyim namozli o'qib chiqadi, kunduzlari roza tutadi, unday yaxshiliklar qiladi, bunday yaxshiliklar qiladi, sadaqalar qiladi deb falon yaxshiliklarni aytdilar va orqasidan aytdilarki: va tu'zi jiranaha bilisaniha. Ammo o'sha ayol qo'shnisiga tili bilan ozor berib turadi dedilar. Qarang, kechasi qoyim, kunduzlari soyim ro'zador, ko'p yaxshi ishlarni qiladi, sadaqalar ham qiladi deganlarida Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytdiki: la xayra fiha hiya min ahli nar dedi. U ayolda yaxshilik yo'q, u do'zax ahlidan dedi. Alloh saqlasin. Qarang. Shunda yana aytdiki, bir xotin bor, qo'ldan kelganicha namozini o'qiydi, juda unaqa ko'p sadaqa qilmaydi, oddiy amallarni qiladigan ayol bor-u, lekin qo'shnilari bilan juda chiroyli muomala qiladi deyodilar. Shu ayol jannat ahlidan-da dedilar. Bu Imom Buxoriyda keldi bu hadis aslan. Har qancha kechalari bilan uxlamasdan ibodat qilsa-yu, roza tutsa-yu, lekin qo'shnisiga tili bilan ozor berayotgan bo'lsa, demak uni amallari habada deyapti. Ammo amali kam bo'lsa ham, farzdan boshqani qilmayotgan bo'lsa ham, sadaqalarni qila olmayotgan bo'lsa ham, lekin qo'shnisi bilan chiroyli muomala qilayotgan bo'lsa, bu inson demak jannat ahlidan bo'ladi. Qo'shni deganda biz umumiy tushunishimiz kerak azizlar. Bu nafaqatgina mahalla-ko'y. Hamma o'sha bitta vatanda yashayotganlar, hammamiz. Ishxonada ham bo'lishi mumkin, birga o'tiradigan yonida, korxonada ishlayotganlar hamma. Demak, doim musulmon odam bir-biri bilan chiroyli muomalada bo'lishligi talab qilinar ekan.